And if you hear something going to right, going to release it, you should get to the master. Did you please tell Ustakalar va uy egalari, videoda ko'rdinglar, bu oddiy PVX panellar. Bularni xuddi shu videoda ko'rsatilgandek oshxona, hammom, sanuzel, nafaqat devorlarga ham ishlashyapti ekan. Ko'rdinglar, kafelli usullardan ham bitta germetika yordamida yopishtirib yuborilyapti. Bu PVX panellar o'lcham bilan sizlarga aytib o'tkazsam, 122 ga 280 bo'ladi. Bularda turish shu darajada ko'pki, sanog'iga yetolmaysiz. Endi bular haqida yana ham to'liqroq ma'lumot bermoqchi bo'lsam, qirilishlarga chidamli. Bitta qo'yganingizdan keyin ortiqcha ko'chib ketishlar bo'lmaydi. Hozir men sizlarga suv sepib ham ko'rsatib bera olaman. Ko'rishinglar mumkin. O'zidan umuman suv o'tkazmaydi, qirilmaydi bu mahsulot. Ko'rishinglar mumkin. Bitta artib ishlataveraverasiz. Endi bularni oshxona, hammom, sanuzelga, devorlarga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, agar uyingizni dekorativniy qismiga ishlatmoqchi bo'lsangiz, bizda mana shunaqa 3D PVX panellarimiz ham bor. Agar siz TV zonaga olaman desangiz, bambuk panellarimiz ham bor. Xullas, Domstroyda dekorativ mahsulotlarimiz assortimenti juda ham katta. Mana shunaqa dekor taroqlarni ham xullas hamma mahsulotlar Domstroydan olib, ishingizni bittada bitirib yuborsangiz bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar va xarid qilinglar.